melodик, agar bir vaqtda bosilsa, garmonik interval. Eng go'zal va yosh maktabim, Ustoz Erkin Vohid ijod maktabi. Jizzax Davlat pedagogika universitetida bugungi kunda 31 ta kafedra faoliyat yuritayotgan bo'lsa, bu kafedralar orasida musiqa ta'lim kafedrasi ham o'z faoliyatini olib boryapti. Musiqa ta'lim kafedrasida bugungi kunda 20 nafar professor o'qituvchi faoliyat yurityapti. Ulardan 1 nafar pedagogika fanlari nomzodi, 5 nafar dotsent, katta o'qituvchi va o'qituvchilar o'z faoliyatlarini olib bormoqda. Jumladan 2025-2026 o'quv yilida professor o'qituvchilarimiz tomonidan 2 ta darslik, 2 ta monografiya, 4 ta o'quv qo'llanma, 40 dan ziyod maqolalar ilmiy konferensiyalarda chop etildi. Talabalarimiz tomonidan bugungi kunda xalqaro va respublika tanlovlarida ishtirok etib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib kelishmoqda. Jumladan an'anaviy xonandalik bo'yicha, akademik xonandalik va cholg'u ijrochiligi bo'yicha talabalarimiz xalqaro tanlovda birinchi o'rinni qo'lga kiritib, diplom va esdalik sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Professor o'qituvchilarimiz tomonidan berilayotgan nazariy bilimlar amaliy mashg'ulotlarimizda mustahkamlanib kelinmoqda.